Sedanachi milliy brendining tabiiy mahsuloti Prostamix 13 giyohdan tayyorlangan va u immunitetni mustahkamlaydi, ikkilamchi bepushtlikda yordam beradi, prostata bezini sog'lomlashtiradi, shuningdek peshob ushlab tura olmaslik kabi erkaklarda ko'p uchraydigan muammolarni bartaraf etadi. Turfa olam sizga faqat sinalganini tavsiya qiladi. Hoziroq buyurtma berish uchun 55 kodi bilan 513 99 99 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Kreml rasmiy saytining xabar berishicha, Putin 4-noyabr kuni Milliy birlik kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda Buravestnik va Poseidon raketalarini ixtirochilarini bir qator davlat mukofotlari bilan taqdirlagan. Taqdirlash marosimi yakunida esa Putin G'arbga jiddiy signal yo'llagan. Putinning bildirishicha, Buravestnik va Poseidon 21-asr insoniyat tarixidagi qurollarning eng kuchlisi sanaladi va Yer sayyorasining hech bir davlatida bunday qurol yo'q. Putinga ko'ra 21-oktyabr kuni Rossiya Buravestnik raketasi sinovini amalga oshirganida sinov jarayonini NATOning razvedka kemalari kuzatib turgan va harbiy alyans ham bu raketani nimalarga qodir ekanini endi biladi. Shuningdek, Putinning aytishicha, Poseidon suvda harakatlanadigan dunyo davlatlarini barcha kemalaridan ham katta tezlikka ega. Bu esa uni ayni paytda tengsiz ekanidan daraklik beradi. Putinning qo'shimcha qilishicha, Rossiya yangi yildan Sarmat raketalarini o'zini chegarasiga navbatchilikka tashlaydi. Shunday ekan, harbiy alyans bundan keyin Rossiyaga qarshi qandaydir operatsiya ustida ish boshlashdan oldin Sarmatlarni e'tibordan chetda qoldirmasligi kerak. Bu degani Moskva NATOga istalgan paytda vayronkor javob qaytarishi mumkin degan gapdir. Eshitmaganlar uchun eslatma: Rossiya Qo'shma Shtatlarning tahdidi sababli Venesuelaga Oreshnik va Kalibr raketalarini yetkazib berishni rejalashtirmoqda. Bu haqida NTV telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qilgan Rossiya Davlat Dumasi Mudofaa qo'mitasi raisi o'rinbosari Aleksey Juravyevga ko'ra, Moskva Karakasga Qo'shma Shtatlardan o'zini himoya qilish uchun Oreshnik va Kalibr gipertovushli raketalarni berishi mumkin. Boisi bugungi kunda mavjud xalqaro vaziyatga ko'ra Rossiya Oreshnik yoki Kalibr bo'yicha hech qanday majburiyatga ega emas. Ya'ni ularni Venesuelaga berishga haqli. Bu raketalarni Venesuelaga kirib borishi esa Qo'shma Shtatlarni ulkan tahdid ostida qoldiradi. Negaki Qo'shma Shtatlarda hozirda Oreshnik raketalariga qarshi havo mudofaa tizimlari mavjud emas. Eslatib o'tamiz, New York Times 4-noyabr kuni Washingtonni Venesuelaga qarshi rejalarini ochiqladi. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar ayni paytda Venesuelaga yaqin hududga joylashtirilgan o'zini kemalari orqali havodan Venesuelaning harbiy obyektlariga zarba berishi, prezident Nicolas Maduroni qo'lga olish yoki o'ldirish uchun maxsus guruh jo'natishi, Venesuelaning neft konlarini qo'lga olish uchun mamlakatga qo'shin kiritishi mumkin va Trump bir vaqtning o'zida yuqoridagi barcha operatsiyani amalga oshirishga buyruq berishni rejalashtirmoqda. Ammo hali qaror qabul qilinganicha yo'q. Demak, Rossiya Amerika Qo'shma Shtatlarini Venesuelaga qarshi harbiy operatsiya boshlashini kutmoqda va agar ushbu bosqinga start berilsa, Oreshnik bilan Kalibr Venesuelaga yetib keladi. Har holda Rossiya Davlat Dumasi Mudofaa qo'mitasi raisi o'rinbosari Aleksey Juravlev shunday ssenariyga urg'u bergan. Endi Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchichning snaryadlar borasidagi bayonotiga, Kremlning rasmiy munosabatiga o'tamiz. E'tiborli bo'ling. Serbiya prezidenti Aleksandr Vuchich Belgrad harbiy omborlarida snaryadlar to'lib ketganini nazarda tutib, Serbiyani Yevropa ittifoqi davlatlariga beto'xtov tarzda snaryad yetkazib berishga tayyorligini bildirgan edi. Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov esa 4-noyabr kuni Vuchichning bayonotiga javob berdi. Peskovga ko'ra, Rossiya Serbiyaning snaryadlarini shu kunga qadar frontda Moskvaga qarshi ishga tushganidan xabardor va Moskva endi bu holat takrorlanishini istamaydi. Shu sababdan Serbiya o'zi tomonidan ishlab chiqarilgan snaryadlarni Ukraina armiyasi foydalanmaydigan shart bilan sotish kerak. Bu degani Serbiyaning snaryadlari Rossiyaga qarshi frontga kirmasligi kerak degan gapdir.
Endi Pokrovsk va Mirnograddagi vaziyatga aloqador xabarga to'xtalamiz. Diqqat bilan eshiting. Ukraina Oliy Radasi deputati Mariana Bezuglayani Strana agentligiga bildirishicha, Ukraina Pokrovsk va Mirnogradni 80% hududini yo'qotib bo'ldi va hozirda Pokrovsk bilan Mirnogradni 80% Rossiya nazoratida turibdi. Shunday ekan, Kiyevdagi bosh shtab qolgan qo'shinni ham yo'qotmaslik uchun ularni chekinishiga buyruq berishi shart. Deputat Bezuglayaga ko'ra, Zelenskiy Kiyev qo'lida Pokrovskni bor yo'g'i 20% hududi qolganini inkor qilgan holda armiyani kirilib ketishiga imkon hozirlamoqda. Bu esa harbiy jinoyat sanaladi. Boisi Kiyev Pokrovskdagi qo'shinga hech qanday yo'l bilan yordam yetkazib bera olmaydi. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa-olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.